Yakkasaroy tuman mahallalarida jinoyatchilikni barvaqt oldini olish bo'yicha samarali tizimni yo'lga qo'yishga qaratilgan manzilli ishlarni tashkil etish maqsadida huquq-tartibot organlari hamda tegishli davlat idoralari, tashkilot va muassasalarini aniq vazifalari belgilab berilgan edi. Mana shu ishlarimizni o'zini samarasini berganligi bois mana joriy yilda ham 26-yilda ham bevosita birinchi va ikkinchi sonli qarorlar aynan xalqni rozi qilishga qaratilgan prezidentimizning ikkita qarorlari qabul qilindi. Unda hokimlik, sog'liqni saqlash, ta'lim muassasalari, yoshlar ishlari agentligi, oila va xotin-qizlar, banklik, mahallalar kabi idora va tashkilotlarning birgalikda vazifalari aniq belgilab berildi. Biz mana shu prezidentimizning qarorlari asosida maslahatga faqat jinoyatchilik oldini olish, o'zlariga qarshi kurash emas maqsadimiz. Biz mana shu aholini qiynab kelayotgan muammolarni joyida hal qilish, ularni rozi qilish, murojaatlarni tinglash masalalari ham shu qarorda o'zining aksini topgan. Yuqorida keltirib o'tilganlarda kelib chiqib, kelgusida tumanda kriminal vaziyatni barqaror ta'minlash maqsadida quyidagi ishlarni amalga oshirish lozim bo'ladi. Mehnat migratsiyasidan qaytib kelgan fuqarolar bilan vakolatli idoralar hamda sohaviy xizmatlar bilan birgalikda hamkorlikda profilaktik tadbirlarni amalga oshirish zarur. Mahallalarning yetiligi bilan hamkorlikda qaytib kelgan fuqarolar bilan ijtimoiy profilaktika doirasida mahallalarda manzilli ishlarni tashkil etishimiz kerak. Lekin men o'ylaymanki, mana bugungi sizni o'zlaringizdan keyin hammamiz o'zimiz oldimizga maqsad qildik, chora-tadbirlar ishlab chiqamiz. Yakkasaroy tumanini namoyon qilib respublikada erishamiz shu yutuqlarga. Katta rahmat. Yakkasaroy hokimiyatiga rahmat aytmoqchiman, chunki biz bilan har doim jipslikda ish olib borishadi. Alohida hokimni faol talabalarimiz uchun hokim stipendiyalarni tashkil qilganligi va alohida o'sha mahallalardagi sport musobaqalarida bevosita birgalikda hamkorlikda ishlarni olib boryapmiz.